Qalay hayot? Hech nima yo'q. O'tlardan boshqa. Andijondamiz bugun. To'choqimiz bilan yana. Dovonchadan o'tib pastlikqa tushyapmiz. Mana bu tomonda mini dovoncha bor ekan. Hamrohimiz Hyundai Porter. Mana qurilish bo'lyapti. Kamazlar движениеda. Biz yana yo'limizni davom ettiramiz. Sog' bo'linglar. Bugungi manzilimizdan qisqa video reportaj qildik. Olmachalar nima deyapti? O'richalar bilan. Biz yana bitta dovon kelishini bilmagan ekanmiz. Berivalcha ketyapmiz. Ikki tog' orasidan, atir orasidan o'tib olsak, tog' bosib adashib ketdim. Narida bizga Xudo xolasa. Keyin pastliq, tekis yo'l. Podshoh senga kuch-quvvat bersin o'zi. Qani bismillah. Ketdik. Turbinalar yoqamiz, nitro qo'shamiz, harakatda bosamiz, gaz dizel. Mana pastliq. Mana mashinamiz dami qaytib boshladi.